Assalomu alaykum. Biz Nima obunachilarimiz, xudo xolasa biz Rivoj 98 zavodini, plitalarini yetkazib bergan joylarda turibmiz. Oddiy bir qavatni o'ziga berishgan ekan. Endi mana buni hozir devorlar urilyapti. Betonlari quyilgandan keyin davomiga yana plitalar 2 etaj bor ekan. Aytishlari bo'yicha hozir ustakalardan bilamiz, sifati qanaqa, bularga ma'qul keldimi? Sizlarga chiroyli bir o'tib olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doniyor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, sizmisizlar? Rivoj 98 plitalar to'g'risida plita qo'ymoqchi bo'lganlarga bir o'zingiz fikringizni aytsangiz, o'z juftlaringizni. Ya xudo xolasa mana plitalar Allohga shukr yaxshi. Ishlashi, jarayonlari va yuk ko'tarish jarayonlari zo'r. Xudo xolasa mana ikkinchi qavatlarimizga ham mana shu plitalardan, rivoj plitalardan olib kelib bosish niyatimiz bor. Vaqtida yetib kelyapti. Ishlari yaxshi, chiroyli. Bundan tashqari bu obyektlarimiz ko'p. Xudo xolasa inshaalloh hammasiga shu firma bilan ishlashni tavsiya qilaman har bitta nimaga. Xudo xolasa aka, sifati qanaqa darajada keldi? O'sha siz mana ustasiz, har xil plitalar ko'rgansiz, sifatini baribir ko'rib turib bilasiz. Sifati, ishlab chiqarish nimalar, xom ashyolari sizga ma'qul kelganmi? Ma'qul. Xudo xolasa. Xudo xolasa ma'qul, zo'r. Unaqa bir hali nima qiladigan joyi yo'q. Yaxshi, Alloh kamchiligi yo'q, zo'r. O'sha ko'ngildagidek hamma yo'q, o'sha puxta ishlangan, chiroyli. Hammaga tavsiya qilamiz. Mana o'zimiz xudo xolasa qolganlariga ham shu firma bilan gaplashib olib kelib bosamiz. Hamkorlikda xudo xolasa qilamiz. Inshaalloh Rivoj 98 da xuddi shunaqangi akamga o'xshagan brigadirlarga ham ajoyib takliflar tayyorlangan. Brigadirlar ham sizlar ham aloqaga chiqishlaring mumkin. Rivoj 98 da beton plitalarda qanaqa razmerlari bor, narxlari qanaqa, biz hozir sizlarga naryoqdan ma'lumotini beramiz. 2 metrdan 8,5 metrgacha temir beton plitalarimiz bo'ladi akalar. Eng qizig'i, biz hozir Rivoj 98 da mana ishlab chiqaruvchi zavodda turibmiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu tomondan operator ko'rsating. Plitalar ishlab chiqarilyapti. Bunaqa joydan bor. Bundan tashqari va eng asosiysi plitalarimiz yuqori gradusli mana shunaqangi pechkalarda quritiladi. Mana pechkamiz og'zi yopiladi hamda parda quritiladi. Xo'p, armaturalari zavod armaturalaridan foydalaniladi. Sementlarimiz 400 markali sementlardan foydalaniladi. Sizlarga eng zo'r taklif, sifatini ko'zlaring bilan ko'rib, o'zlaring kelib, bemalol mana shu yerda ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatib, plitalarda xarid qilsalaring bo'ladi. Xonadonga ham, bundan tashqari katta qurilish firmalariga ham temir beton mana shunaqangi plitalarni yetkazib bera olishadi. Eng asosiysi akalar O'zbekiston hamda qo'shni davlatlarga ham dostavka xizmatlari mavjud. Va yana bitta e'tibor beradigan jihatlari, akalar beton plitalarimizni sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston O'rta Osiyo dastavkalaridan ham tashqari eng asosiysi kelib ko'zlaring bilan ko'rib, baho berib, o'zlaring olib ketsalaring bo'ladi. Zapasda yana plitalar bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot berishadi.